Yana sizlar bilan asfaltchi bola videoga like bosib qo'yinglar. Asfaltchi bola asfalt yotqizgan obyekt haqida sizlarga ma'lumot berib o'tadi. Hurmatli kuzatuvchilar, biz bu obyektimizga ikkinchi sloy asfaltimizdan yotqizib beramiz. Birinchi sloyni kech payt yotqizganmiz, uni syomka qila olmadim. Va ikkinchi sloyni bugun yotqizib bermoqdamiz. Ko'rishinglar mumkin. Nega ikki sloy asfalt 10 sm qalinlikda bo'lishi kerak? Bunaqa sex skratlar uchun ikki sloy asfalt yotqizgan va maqsadga muvofiq bo'ladi. Katta texnikalar buriladigan hodi bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham ajoyib chiqmoqda ishimiz. Ha, albatta, asfaltchi bola butun O'zbekiston bo'ylab mana shunaqa asfalt yotqizish ishlarini olib boradi. Bemalol asfaltchi bolaga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa juda ham chiroyli qilib ishlarni tugatib beradi. Xo'p, Toshkent shahar Toshkent oblasi bo'ylab esa 94lik kod bilan 538 44 63 yoki 280 49 79 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab esa o'zimizning Farg'ona asfalt ish olib boradi. 91lik kod bilan 669 44 66. Biz har qanday obyomlarni ham juda ham tez muddatda tugatib beramiz. Bizda barcha texnika va ishchi kuchi yetarli. Asfaltimiz maydalik ham ahamiyat qaratib qo'yasizlar. Juda ham ajoyib. Juda ham chiroyli chiqdi. Ana tovuq ketmoqda, tovuq. Kim bu? Toshkent xo'jayinimi bu? Oyog'i kiydi chiqdi. Xo'p, shunaqa gaplar. Bizning jarayonimiz sizlarga yoqqan bo'ladigan bo'lsa, shunaqa videolar qo'yib turishni xohlasanglar, albatta kommentariyaga yozib yozib qoldiringlar. Va videoga like bosib qo'yib, asfaltchi bolaga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ko'proq yangiliklarni hali kuzatib borasizlar. Asfalt uglach tomonidan yotqizilsa juda ham ajoyib bir boshqacha chiqadi. Qani chiqishinglar mumkin. Yana bir bor eslatib o'taman, asfaltchi boladan uzoqlashmaslik uchun asfaltchi bola kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar va Instagram sahifamiz ham bor, asfaltchi bola. Asfaltchi bola har tomonlama narx-navosini ham hamma narsadan xudo xolasa boshqa asfaltchilardan ustun taraflar juda ham ko'p. Marhamat qilib ko'rishinglar mumkin. Albatta sizlarga video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yib, yana bir bor aytaman, asfaltchi bolaga obuna bo'lib qo'yasizlar va asfalt xizmatimiz kerak bo'lsa ham o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar.